Adasi, bolalarga kiyim-kechak olish kerak edi kuzga. Pulingiz bo'lsa berib keting. Ozgina sabr qil. Oyli beraman, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Onasi, Holatbek. puloning tom bitganmi sani? Bor, ana tokchadagi 2 million pulni olib chiqib. Kelin, men pulni oling, ro'zg'oringizga ishlatib. Pulimiz bor akajon. Gapni ko'paytirmanglar, kam ko'zga ishlatib turinglar. Rahmat. Voy adasi, bugun vaqtli keldingizmi? Menga qara, xo'jayim bizga insof berdimi deyman, bugun oyligimizni oshig'i bilan berdi. Bor qara. Men buni senga farzandlarimga narsa oldim. Men buni akamni ayollari hamda jiyanlarimga narsa oldim. Bor, tez olib ber, xo'p? Opajon, qarang, bular siz bilan menga bolalarga kiyimlar olib kelibdilar. Oling. Voy, rahmat kattakon. Keyin bugun xonim qilmoqchi edim. Ovqat qilmang, ko'proq qilaman. Birga yeymiz kechqurun. Bo'lmasa narslarimni tashlab chiqay, sizga qarashib yuboraman. Xo'p. Aka, bugun zo'r pul topdim, sizga shvetsarskiy Westin soatini oldim. Soat yaxshi ko'rasiz-ku? Uka, meni hayron qoldirdi. Men ham bugun Malikaga tushdim. 16 chiqmagan ekan, 15 bo'lsa ham og'iraverdim. Telefoning singan ekan o'g'ini qarasa. Men buni ishlatdim, ukajonim. Rahmat aka. Bitta biza oqibatli aka-ukamizmi yoki boshqa shunaqa bizga o'xshagan mehribon aka-ukalar bormikan aka? Bor, ukajonim, juda ham ko'p bunaqalar. Voy, bu oqibatingizga ko'z tegmasin. Ovqat pishganiga 2 soat bo'ldi, balki chiqarsizlar. Yur ukajonim, ovqatga chiqaylik. Aka-uka bir-biriga baribir mehribon bo'ladi. Jigarlar qani bitta ko'ringlar-chi, like bosib, tarqatib, storylar qo'yib turmani bitta atmetga qo'ringlar. Xudo xolisa keyingi safar ham bundan zo'r video ishlashga harakat qilamiz. Rahmat.